Men dunyodagi eng Yo, menga qarang. Ravshanboy, har bitta ulli tovushi keng olish kerak. Keng. Keng munosabat. Oddiy gap gapirmaydi u. Juda yoshi ulug'. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Keyin ikkinchisi, mana bu tomonni aytib, to'g'rilatib qo'ying, xo'pmi? Esdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Qani, bitta qaytarib ko'raylikchi. Men dunyodagi eng keksa chinorman. Ha, yaqinlashdingiz. Assalomu alaykum. Assalom. Ha, yaxshimisan? Menga qara. Mana buni qopqog'i bo'shab qopti. Tushib ketmasin, qotirib qo'ying. Xo'p. Dilshod, haliroq chiqarma. Mana buni ham to'g'rilab berasiz-da. Ha, bo'ldi, chiqing. Tushundingmi Dilshod? Xo'p. Juda ham chiroyli. Qani Ravshanboy, shoshmasdan munosabat qilib, xuddi jonli odam gapirganday bo'lsin, xo'pmi? Qani? Xo'p. Boshladik. Voy bu, burmalari juda ham yirik bo'lib ketibdi. Sal maydaroq qiling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, opajon. Yana xaridorlarimiz qochib ketib qolishmasin. O'zingiz qiynalmayapsiz? Yo'q, ko'nglingizdagidek qilishga harakat qilyapman. Mayli. Sizni qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Rahmat. Odamda o'quv bo'lsa, hamma narsani bir pasda o'rganib olish mumkin. Mabodo birorta kamchilik bo'lsa, qizlar, menga aytaveringlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Madina, matolarni qabul qilib oldingmi? Ha, hammasi joyida. Hammasini o'lchab, tekshirib ko'rdim. Yaxshi qilibsan. Qizlarni ishlashini o'zing nazorat qilib tur. Men uyga borib ovqat qilishim kerak. Xo'p bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Lekin qaytib kelaman. Bemalol. Mayli, yaxshi qiling. Voy, Keling. odamni qo'rqitib yubordingiz-a? Ha, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. Bugun voqlik yebsizmi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Nechu? Quyosh qayoqdan chiqdi? Spektaklni pragoni bo'ldi. Ha. Hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yib dam olgani keldim. Xudo xolasa ertaga topshiramiz. Choy-poy ichdingizmi? Yo'q. Hozir dasturxon yozaman. Xo'p. Voy xudoyim-ey. Uf tortmang dedi jonisi, yomon bo'ladi. O'zim ham rosa charchadim. Aktyorlarni ham tindirmadim, o'zim ham tinmadim. Xudo sizga o'zim bersin. Shu ketishingiz bo'lsa, yaqinda sizga haykal qo'yishadi. Endi hazil bilan u xonim, ammo kasbimizning injiqliklari o'zingizga ma'lum-ku. Ha, nimasini aytasiz? Qani. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohira opa yaxshimisiz? Keling. Sog'liklaringiz Rahmat. yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr.
Qarang, Xitoydan mol olib kelgandim. Koftalar bor, yubkalar bor. Qarang mana. Atir upalarni dahshati menda. Lak, tush, lab bo'yoqlari. O'g'iloy, Mohir opajon, mendan istagan narsangizni topishingiz mumkin. o'g'iloy. Taqinchoqlari, qarang, taqinchoqlari mana. O'g'iloy, Xudoga shukr, hamma narsamiz bor. Hamma narsamiz yetarli. Hech narsa kerak emas. Voy, Mohir opa. Mana bu qandilmisan, qandil. Qandilli zo'ri menda. Olganingizga armon qilmaysiz. Qani shuncha. O'g'iloy. Qandillarim yap-yangi. Rahmat. Biror narsa kerak bo'lsa, men o'zim yoningizga chiqaman. Qaysi xonadonda turasiz? 65-xonadonda turaman. Hamma narsa topiladi menda. Chiqsangiz hamma narsam bor. Bezovta qilganim uchun kechirasiz, xo'p? Kechqisi yo'q. Mayli, Yaxshi yaxshi boring. bo'linglar. Albatta chiqing, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Kim ekan? Qo'shnimiz O'g'iloy. Narsa sotgani chiqibdi. Hey, baraka topkur. Ovqatingizni olib keling. Biroz dam olmasam bo'lmaydi. Hozir. Mana dadajonisi. Qornim rosa do'mbira chalyapti. Qizlar ko'rinmayapti? Kelib qolishar. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Osh bo'lsin. O'zingiz ichmaysizmi? Qizlar bilan cherman. Bolalar, yangi maktabga ko'nikib qolishibdimi? Ha. Xarxasha qilib oxiri ko'nikishdi. Bolalar, ko'nikuvchan bo'ladi. Ovqat uchun rahmat xonim. Men bir pas kirib dam olay. Iltimos, menga hech kim xalaqit bermasin, xo'p? Labbay. Tanimadim ha? Qodirjon do'stim. Sizmi? Uzr. Anchadan beri ko'rishmaganimizga ovozingizni tanimabman. Qayerdasiz? Toshkentda? Ha, uyga kelinglar. Ko'chada ko'rishamizmi? Qayerda? Chilonzorda? Ha, oilangiz bilan kelgan bo'lsangiz, to'g'ri bizga qarab kelaveringlar. Xo'p. Kutaman. Birov bilan gaplashgandek bo'ldingizmi? Tinchlikmi? Ha. Institutda birga o'qigan kursdoshim xotini bilan Toshkentga kelibdi. Tayyorgarligingizni ko'ravering. Kutamiz. Dam olmoqchi edingiz. Dam olish qochmas endi. Qachon kelishar ekan? 15 daqiqadan keyin yetib kelishadi. Voy, unda men mehmonxonani tayyorlab qo'yay. Mayli. 5 daqiqa mizg'ib olishga ham vaqt yo'q. Iye? Nima bola? Darrov yetib kelishdimi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Qani bo'l, tez kiyimlaringni almashtirib chiqa qol. Nega buncha shoshilyapsiz? Mehmonlar kelishyapti. Dasturxon tuzatishga yordam bervarasan. Yana mehmonmi? Shu yeri ham top kelishibdimi? Qanday top kelishibdi? Bilmadim qizim, bilmadim. Oyi, ertaga meni nazorat ishim bor. Dars qilishim kerak. Mehmonlar ketsin, keyin darsingni qilaverasan. Oyi, ketmasa-chi? Endi oilasi bilan kelib yotib qolmas, ketishar. Oyi, dars qilmasam bo'lmaydi. Gapni ko'paytirma, bo'l. Qachon qarama mehmon. Qachon qarasa mehmon. Yana mehmon. Alo. Ha, Gulnoz, tinchlikmi? Charoz, ertaga nazorat ishimiz bor, bilasan-a? Ha, bilaman. Menga ham berib turarsan. Umuman ilojim yo'q. Voy, qizg'an
Ishonyapsanmi, Charoz? Nazarimda bu gal nazorat ishini senda olsam kerak. Nimaga? Uyimizga mehmonlar kelishyapti. Nuqul uyiliga mehmon kelgani. Nima qiling o'rtoqjon? Keyingi safar kelishganida ensangni qotirib kutib olsang, boshqa kelmaydigan bo'lishadi. Gaping to'g'ri. Mana shu ishni albatta qilgin. Xo'p, Bo'pti. bo'pti mayli. Ha, Shokirjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma, men qishloqdan keldim. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Hammalar salom aytishdi. Xo'sh, qalay, yaxshi o'tirishgan ekanmi? Ha, yaxshi o'tirishibdi. Manzilingizni qarindoshlarga berdim. Vaqt topib, qulluq bo'lsinga ham boramiz deyishdi. Rahmat, yaxshi qilibsan, salomat bo'lsin. Ha, qishloqdan mayda-chuyda berib yuborishuvdi. Vaqtim bo'lsa olib boraman, maylimanmi? Mayli, o'zingga olib qo'ya qolgin. Rahmat hamma. Bo'pti, xo'p. Xayr. Ertalab bekorga choyga 3 ta shama tushmagan ekan. Hormaylar. Nima kamchiliklar bor? Hamma narsa yetarli, dadajonisi. Xo'p. Husan, kel o'ynaymiz. Hozir. Men popga olib chiqib keting. Bo'pti. Qalay, yaxshimisizlar? Yaxshimsan? Yur, kompyuter o'ynaymiz. Bo'pti, ketdik. Charoz. Ishga qaravor qizim, meni qo'lim band. Men kiyimimni almashtiryapman. O'zim ochaman. Assalomu alaykum Va dada. alaykum assalom. Ke qizim, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Sen qani? Ko'chada o'ynayapti bolalar bilan. Mana sumkasini berib oldi. Yaxshi, yaxshi. Bugun voqlik kelibsizmi? Menga qara qizim. Oyingga tezroq yordam berib yuborgin, xo'pmi? Mehmonlar kelyapti. O'shaning uchun ham bugun voqlik Ha, keldingizmi? shunaqa bo'lib qoldi. Ha, mehmonlardan aylanay. Mohira, tayyor bo'lib qoldinglarmi? Hozir dadasi. Alo? Madina, bugun men ishga bora olmayman. Hammaga o'zing boshqosh bo'lib turgin. Mehmonlar kelib qolishdi. Xo'p, mayli. Barakalla, rahmat. Qodirjon do'stim, keling. Assalomu alaykum. Omonmisiz, esonmisiz? Sog' salomat, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Ishlar zo'rmi? Hammasi yaxshi. Bolalar katta bo'lishyaptimi? Hammasi yaxshi, hammasi Ha, zo'r. yaxshi. Qani, oston turmang. Qani, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz, singlim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Dugonam yaxshimilar? Rahmat. Qizlar katta bo'lishyapti. Rahmat. Hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Mohiraxon, Labbay. mehmonlarga qarab oling. Assalomu alaykum. Va alaykum Oshxonada assalom. o'ralashib kelganinglarni sezmay qoldim. Yaxshimisiz, kelin. Yaxshimisiz? Charchamay baraka. o'tiribsizmi? Yaxshi Assalomu keldingiz. alaykum. Dugonajon, siz yaxshimisiz? Onasi Ichkariga boshlang, kiringlar, boshlang, marhamat. boshlang. Obbo siz. Ja, xursandman ko'rganimdan. Qani. O'rta boshlang. Xo'p, xo'p. Qani kelin, marhamat. Rahmat. Qani o'g'lim, yura qol. Ichkariga yuringlar. Kelaveringlar, ichkariga. Assalomu alaykum. Va Yaxshi alaykum keldingizmi? assalom ona qizim. Katta qiz bo'lib qolsan-u. Yasha. Assalomu alaykum. Qani ichkariga, Voy ichkariga. ona qizim.
Tuzimisiz? Yaxshi keldinglar. Qiz bo'lib qolibsiz. Qani o'g'lim, yura qol. Marhamat, tortinmang. Bu sizlarga. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Rahmat, Yaxshi rahmat. keldinglarmi? Qani choyga marhamat do'stim. Bu qanday shamollar uchirdi biz tomonlarga? Marhamat. O'g'limiz Nodirbek o'qishga kirdi desangiz. Shunday. Shu sababli yaxshi, Toshkentga kelib qoldik-da, do'stim. Juda zo'r ish bo'pti. Bu qaysi institutga kirdilar endi? Moliya institutiga. Ha, Do'st dushmanlarni oldida yuzimizni yoritdi. Ha. O'z kuchi bilan kirdi. Lekin ba'zi birlar ishonishmayapti. Ayniqsa ovsinlarim aytmaysizmi? Hamma odamlar pulini changallab, u yoqdan bu yoqqa chopib yurishibdi-yu, sizlarni o'g'illaringlar kirarmidi deb hech ishonishmaydi. Faqat repetitorga pul berdik xolos. Ha. 1 yil tayyorgarlik ko'rdi-da o'zi ham. Yaxshi-da. Voy, repetitor degani ham jonimizni sug'urib oldi-da. Naq 1 yil tayyorlatdik o'zi ham. Hey, baraka topkur. Asosiysi kiribdi-ku. Zo'r ish bo'pti. Xursandman. Aqli bo'lsa albatta kiradi. Mana, meni qizim ham huquqshunoslik institutiga o'z kuchi bilan kirdi. Shunaqami? Tabriklaymiz do'stim. Tabriklaymiz. Rahmat. Obke qizim. Ha, Assalomu umringdan baraka alaykum. top, umringdan. Qo'ya qol. Qizim, qulog'ingdagini olib qo'ygin, baraka topkur. Dada, vaqtdan unumli foydalanish kerak. Oliftalik qilyapti deb o'ylamang yana. Til o'rganyapman. Mayli, bora qol. Oyingga qarashib yuborgin. Bor. Do'stim, hozirgi yoshlar balo. Ha, to'g'ri. Bir o'q bilan bir emas, 3-4 ta quyonni urishadi. Vaqtni, har daqiqani qadriga yetishadi-da. Ha, to'g'ri. Aytganday, bolalaringiz toshkentlik bo'lib ketibdi-ku. Ha, endi shaharda tug'ilganda. Qani olinglar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ha, barakallah. Zerikmasdan o'tiribsizlarmi? Ha, qani O'zingiz ham mehmonlar? o'tiring. Olinglar. Urinib qolmadingizmi? Yo'q. Oshxonada hamma ishni qizlarim qilishadi. Men ularga bosh bo'lib turaman xolos. Qizlarim katta bo'lib, qo'limdan ishimni olishgan, Xudoga shukr. Bolalar, Olinglar. boriga shukr. 2 o'g'il, 1 qizim bor. Qizimiz dastyor bo'lib qolgan. Biz er-xotin qayoqqa ketadigan bo'lsak, akalarini kiyim boshini yuvib, osh-ovqatidan o'zi xabardor bo'lib turadi. Voy, baraka topishsin. Assalomu alaykum. Baraka topinglar. So'rashib qo'yinglar. Qani. Polvon yigit bo'lib ketibsan. Yaxshi keldinglarmi? Yasha. O'rgilib ketay. Katta qiz bo'lib qolibsan-a? Rahmat. Bular egizaklarimiz. Voy, umrlari uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Obke qizim. Baraka top. Obke. Umringdan baraka top. Menga bera qol qizim. Barakalla qizim. Qani? Hey, yashang. Olinglar. Qani marhamat. Olinglar, osh bo'lsin. Qani o'g'lim, oling. Qani, Osh bo'lsin, olinglar. Olinglar. Marhamat. Qodir aka oling. Bismillah. Olinglar. Pomidorlar bilan olinglar. Olinglar, qani. Oling. Qani, oling o'zizam. Oling. Birinchi qoshiqini go'sht bilan olsangiz, keliningiz yaxshi bo'ladi deyshadi. Oling. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham mazali bo'pti. Osh bo'lsin, olinglar. Osh bilsan osh bo'pti-da. Pomidorlar bilan qo'shib olinglar. Nodirjon, Qodir aka. Olinglar adajonisi. Olyapmiz. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin, onasi. To'g'ri aytasiz, Azizbek. Olinglar, marhamat. Menga bera qol qizim. Bilasizmi do'stim, xohlagan paytda
qishloqqa bora olmayman. Talabalik yillari juda ham ajoyib, tashvishsiz yillar ekan. Eslasam, entikib ketaman. Sarguzashtga boy davrlarimiz o'tib ketib qoldi. Nimasini aytasiz? Yoshlik yillarini eslashga nima yetsin, kursdosh. Azjon, birodar. Toshkentda ishongan odamim sizsiz. Rahmat. Shu o'g'limni o'z qanotingiz ostiga olsangiz, undan ko'z quloq bo'lib tursangiz. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stim. Albatta, holidan xabar olib turaman. Rahmat. Yaxshi bir kvartira ham kerak. Bo'pti, surishtiraman. Agar o'qiyotgan oliygohi yonidan topilsa, chakki bo'lmasdi. Bola qiynalmasdi-da. Albatta harakat qilaman. Rahmat, rahmat. Shu desangiz, pulni barakasi ham qolmadi. Bir oyda palon pul jo'natsam ham tamom bo'ldi deb telefon qiladi. To'g'ri. Yarimi kvartiraga ketsa, yarimi yeb ichishimga yetmaydi-ku deydi. Oshna, ketadi. Lekin ortiqcha sarf xarajat qilmasin. Uni tergab turmasa bo'lmaydi, og'ayni. Shuning uchun sizga ishonyapman-da. Rahmat do'stim. Qani? Bu sizning. Shuncha g'am tashvishni ko'tarib yuribsizmi? Aytganday, Ahror degan kursdoshimiz restoran ochgan. U bilan gaplashib ko'rishim mumkin. Qachon gaplashsa bo'ladi? Istasangiz, hozir gaplashishim mumkin. Mayli. Hozir. Alo. Ahrorjon, yaxshimisiz? Menman, Aziz. O'zi yaxshimisiz? Bu Sheroboddan Qodirjon degan kursdosh do'stimiz keluvdilar. Shu siz bilan bir ko'rishmoqchi edik. Nima deysiz? Xo'p. Rahmat. Eslay oldimmi? Restoraniga taklif qilyapti. Qachon? Hozir kelinglar deyapti. Borsak bo'ladimi? Ixtiyor sizda. Unda nima qilib o'tiramiz, Azizjon? Qani ketdik bo'lmasa. Temirni qizig'ida bos deyishadi-ku. Ketdik, do'stim. O'g'illari o'qishga kirgan. Shuning uchun birorta ish topib berasizmi deb iltimos bilan keldik. Shunaqami? bo'lib qoldi. Tabriklayman. Rahmat. Topamiz. Do'stimizning o'g'liga bitta ish topa olmasak, nima qilib yuribmiz? Topamiz, qiziqmisiz? Endi do'stlarim, ozgina ishlab pul topsa, o'ziga ham, bizga ham yaxshi bo'lardi-da. To'g'ri. Faqat shu boshlanishiga ozgina ofitsiantlik qilsa, orqimasmikin? Ozgina ishlasin, keyin ko'taramiz. Yo'q demang. Ahrorjon, do'stim. Meni o'g'lim aqlli yigit. Yo'q demaydi. Axir qishloqda mehnat tagida o'sgan-ku. Unda kelishdikmi? Kelishdik. Qani, endi dasturxonga boramiz. Qani, olinglar. Alo, dada? O'g'lim. Men ketaveraymi? O'g'lim, men Azam akim bilan bir joydaman. Oyingni olib o'zim o'taman. Sen boraver, o'g'lim. Bo'pti, men unda ketdim. Bo'pti, o'g'lim. Oyi? Ovqatlar did bilan qilingan. Juda mazali. Ovqatda ming xili bor. Olinglar. Shunaqami? Osh bo'lsin. Xullas, mana shunaqa gaplar. Ovqat yoqdimi? Yaxshi yomon emas. Yaqinda katta o'g'limizni uylantiramiz. Xudo xohlasa borarsizlar. Dadajonimiz olib borsalar, albatta boramiz. Oyi, idish tovalarni yuvib bo'ldim. Unda damingni olaqa qizim. Mayli, sizlar ham yaxshi dam olinglar. Rahmat qizim. Mayli, yaxshi yotib turinglar. Rahmat qizim. Aqlli, farosatli qizingiz bor ekan. Xudo xohlasa quda bo'larmiz. Endi o'rtoqjon, hozirgi yoshlarni shuni olasan, shunga uylanasan, shunga tegasan deb majburlab bo'lmaydi. Nimasini aytasiz? Yana taqdir peshona bo'lsa, Xudo biladi. Oling, shirinliklardan yeng.
yaxshi o'tiruvdik. Shoshib nima qilardinglar? Bo'lmasam, xotirjam keyingi haftadan o'g'ilchani kutaman. Dushanbadan ish boshlab yuboradi. Albatta jo'nataman. Hali eskilarimiz aytgandek, suyagi bizniki, eti sizlarnikida. Rahmat. Kelishdik. Qani marhamat. Rahmat. Yuring. Qani, yuring. Yuringlar.